Malibu 2 turbina motorda 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 160 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Holati zo'r mashinani, tagiga yubka nasatkalar qo'ydirib qo'yishgan. Menimcha mana bu 19 diskalar taqib qo'yishgan. Holati yaxshi mashinani, sosteniyasi tiniq ekan. Mana shu orqa krilosida kraskasini ko'rdim. Salon holatlari ham tiniq bo'lib turibdi. Mana bu koja sosteniyalari yiliga yurganiga nisbatan vahshiy sosteniyasi zo'r. Mana tiniq holatda turibdi. 162 ming bo'libdi Pradagi. Kapotini qopog'ida kraskasini ko'rdim. Umuman olganda mashina holati zo'r, tagidagi hamlarni yonadigan qildirib qo'yishgan. Bagaj holatlari hamma yog'i mana chexollarni yechib qo'yishgan. Tiniq sosteniyada turibdi. Bu yoq tomonlari ham mana yomon emas. Dashmasam bitta yana kriloda, yana qaysidir bitta eshigida kraskasi bor edi, shopir eshigida. Qolgan joylarni ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. 16550 bosib oringlar.